Assalomu alaykum, men Mahmajon Ahmadjonov. Bugun men sizlarga inson aurasini o'lchash texnikasini tushuntirmoqchiman. Bizda 7 ta tana bor. Jismoniy tana va 6 ta energetik tana bor. Efir, astral, mental, yo'g'i ketdi 6 ta. Shu 6 ta energetik tanani bitta qilib jamlaganimizda bu aura bo'ladi. Energetik polya desa ham bo'ladi, nomlari har xil. Va mana shu energetik polyani hozir razmerini o'lchash texnikasini tushuntiraman. Auramizning razmeri o'zi o'rtacha insonni uzunasiga to'rtta tomonga ketganda 15 metrgacha boradi. Balandligi 70 santimetrgacha bo'ladi. Endi bu texnikani amalga oshirish uchun sizga bitta odam kerak bo'ladi. O'sha odamni olib kelib o'tirg'izasiz. Bitta joyga, polgami, stulgami. O'zingiz shu insondan o'tirgan bo'lsa, siz o'sha yoniga turib olasiz. U inson tekis o'tirishi kerak, boshi ham tekis bo'lib, to'g'riga qarab turishi kerak. Ko'zini yummaslik kerak, ko'zi ochiq turishi kerak. Va siz qo'lingizni ozgina somon massaj qilib olib, 10 sekund, 15 sekund yaxshilab somon massaj qilib bo'lganingizdan keyin shu yoniga turib olasizda, tepadan, boshini tepasidan 1,5 metr balandlikda o'xshab sekin qo'lingizni tushirib borasiz, shoshmasdan. Qaysidir joyga kelganda qo'lingiz o'zgaradi. Issiqlik sezasizmi, sovuqlik sezasizmi, qo'lingizdagi ощущение o'zgaradi. Endi yaqin olib kelib olmasligingiz kerak, bitta shu o'zini razmerida keladi. Endi 30 sm, 40 sm bo'lmaydi. Sal balandroqdan olib kelib qilsangiz, o'zi bilinadi. O'sha bilingan joyida kelganda santimetrni olib, metrni olib sekin o'lchab olsangiz, shunda o'sha odamni polyasini razmerini bilasiz.